Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 21-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Dollarning rasmiy kursi 52 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11847 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,184,716 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 157 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13843 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,384,331 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 2 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 141 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 141,440 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,35 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25930 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Kommentariyalarda ham o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang.